Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Navbatdagi videolarimiz Urganch shahri Qoq markazida yangi qurilgan binomizning birinchi qatida ajoyib hamma sharoitiga feyzli xonadonimiz ijara chiqdi. Hali odam yashalma, kvartirani ham qurmagan. Ijara narxini kelsak, ijara narxi $300. Mo'ljallar lokatsiyani tushuntirib bo'lsak, Mehribon Artel desak ham bo'ladi. Mehribon Artel nega desangiz, Urologiya markazi yonida shahar hokimiyat shahar 02 viloyat arxiv xullas maktab ham bog'chasi ham shu yerda joylashgan ekan. Gaydar Krupskiy trendga chiqqan maktabdan birinde ekan. Xullas zo'r Amir Temur istirohat bog'i ham yaqin, Dekkan bozor, Hamkor bank, Xalq banki, ipoteka banklardan iborat ekan. Yana to'liq lokatsiyani tushuntirib o'tsak, girishimiz keng tushgan, rakoynamiz, birimizda bir qo'shganmiz, xonalamiz alohida joylashgan, dekorativ etib zutilgan ekan. Xullas faqat oilali zaksli insonni bo'ladi. Yani inostrans insonlar berilmaydi deydi mulk egasini. Remontlar faqat iliq ko'ttagan. Doğrumuzda zal, o'ng tarafimizda oshxonamiz joylashgan, chapimizda kattalar xonasi, kichkina bolajonlarning xonasi desak ham bo'ladi. Xullas, oyoq tilamizga kelsak, ajoyib gilamlar tashalgan, laminat pola ega ekan. Mijozlarimiz. Doğrumuz sanuzelimizga kelsak, sanuzelimizda kafil bo'lgan oyoq tilam, betar rakoyna, bir yalmik vanna, patoloqdan kafil kirib, bundan keyin plastik ventilyatsiyalar ham, su shilkalari ham ega. Eshiklarimizni kelsak, eng qimmat Akbar Rich eshiklaridan qo'yilgan ekan. Shpons zavod qo'ygan. Trend eshiklar. Hali odam yashanma, xullas shu joyni ijara qo'yib ekan. Jalyuzilarimiz, konditsionerlarimiz, yana patoloqlarimizdan trak chiroyli bilan dekorativdan o'tirgan ekan. Milliy uslubda yana bu tomonimizdan mana Ispaniyani kuzatsak, xullas joyimizdan farishtali joy ekan. Yana bendam chiroyli deb o'tirgan ekan. Hojatxona, yuvishxonamiz alohida joylashgan edi. Yuvishxonamizni kuzatdik, endi hojatxonamizni kuzatsak, hurmatli mijozlar. Yerimizda bir rakoynamiz bor, ajoyib bir unitazdan joylashgan ekan. Mana horizontal uzunda ekan. Bir qo'shchalarni kuzatdik. Mana zalimizga e'tibor bersangizda, benimizda 12 odamlik stol-stulimiz, oyoq tilamiz to'pli pola ega. Bu yerdan ham konditsionerimiz bor, Ispaniyada ham konditsionerlarimiz bor edi. Ben oynasi balkona qara, mana sifatli jalyuzilar. Mana nechek narxini arziydi menimcha, hali odam yashalma. Nodimiz bir oila izzat ko'chidi. Mijozlar. Endi oshxonani kuzatsak, endi oshxonani tomosha qilsangiz, oshxonamizning o'rnini bir dam oladigan etib divorlar qo'yilgan ekan, jurnalist stollar, ostona taomni shu yerda ovqatlanib dam oladi. Mana xonamiz etib qo'yibdi ekan. Eng asosiysi ovqatnisi narxonadan o'tmaydi. Balkon oshxonamiz ko'chgan. Mana stilniy kotyol, menimcha turistskiy vitechkalarimiz bor. Patoloqdan chiqibdi, akril materialdan kuxonyalarni, fatihlarni, kafillar urilgan. Xullas, birimizda qozonma ikkitasi bor ekan. Choynaklarimiz muramurdan o'tilgan, bu yerda mo'ykamiz, bu yerda ham jalyuzi, kuxonyalar ham sarasimdan qo'yibdilar. Bu yerda bir xolodilnikimiz ham ishlatilmagan. Xullas, og'andan beri odam yashamay, nodimiz xamir ovqat yudumli bo'lsa, xonachalar ham bor, taxtachalar bilan. Bundan zo'rundan qo'ygan ekan, molades. Shunda mo'ljallangan bir esatam Mehribon Artel Urologiya ipoteka bank narxi $300. Telefonlasam har doimgidek 99 074 46 41 91 423 06 bilan bog'lanasiz. Agar kimdan kim ishini ko'chmas bo'lib ijara beraman desa, qo'llanganchalik yaxshi insonlarni qo'yib berishga harakat qilamiz. Bizning Instagram, Telegram, YouTube kanalida har doimgidek video bo'lasizlar chiqadi. Hesablamochilarni videolarimiz qisqalarida qilib yakunlaymiz. Sog'lik tomonida görüşünce sizlardan iltimosim faqat bir like, podpisatsiya yoddan chiqmasin. Sog' bo'ling bu safarda yurganlar.